Akalar, haqiqiy tozasidan baqaman degan akalarimizga buni qaranglar. 21 kunlik bilasizmi bu? 21 kunlik. Inasini qaranglar. 90 pilis ustida akalar. Sog'liqmi bu ablaziz? Bolasidan sog'liq. Akalar, haqiqiy zo'ridan bitta baqaman degan akalarimiz aloqaga chiqasizlar xohlasa. Zatsini ham zo'r ekan ablaziz. Ikkalasi ham sog'liqmi bolasi? Ikkalasi ham sog'liq bolalar. Sog'liq ekan akalar. Obunachilar, bugungi video syomkamizni erinmasdan oxirigacha ko'ringlar. Nimaki bugungi qo'ylarda haqiqiy liniyasi bor, tozalaridan o'sha seleksiya yo'nalishiga baqaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz degan umidda inshaalloh video syomka qilyapmiz akalar. Oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, ularda xolasa chiroyli qilib ma'lumotini mana shu do'stimizdan beramiz. Assalomu alaykum Bahramjon Uz kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, YouTube chorva ishqibozlari, barchangizga bugun juma ayyomlaring muborakli, xayrli bo'lsin akalar. Bugun hafta kuniga jumada xolasa 2026-yil 27-fevral kuni Namangan viloyati, Namangan tumani Arzonchilar O'ptimchilar qishlog'i Tepaqo'rg'on kelganmiz. Tozasidan olaman degan akalarimizga mana bunaqalardan yetib kelgan ekan. Bugungi haqiqiy zo'rlarini akalar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Abdullayev Dumsiz, Assalomu alaykum obunachilar. Ro'za Ramazonlarni charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bugun Bayramjon o'zimiz uyda bahayotgan, seleksiyaga bahayotgan qo'ylarimizdan hop, xudo xolasa obunachilarimizga ilinamiz o'rtoq. Zo'rlardan kelibdi bugunga. Xudo xolasa bular zo'r o'zimni bahayotgan qo'ylarim. Mana bir ko'rishaveradi, xudo xolasa qiziqqanlarga mana beramiz o'rtoq. Xolasa akalar, nima deymiz? Olib boqinglar, haqiqiy seleksiya yo'nalishiga tavsiya qilib qolamiz akalar. Haqiqiy kosalarni qaranglar. Bolani ham yaxshi bahyapti ekan Abdulaziz. Ha, bolani qaranglar, razrizlarni haqiqiy zo'rida olaman degan akalarimiz bugun mazza qilib ko'ringlar, telefon qilinglar, ishlaring bitadi inshaalloh akalar. Hop, biz buni ma'lumotini berib o'tiramiz Abdulaziz. Hop, birinchi partiyaga ikkita ekan-a yana bular. Ikki dona ona bola o'rtoq. Hop, Onalarini ichi 8 tadan. 6 dan to'ldir 8ni chiqardi o'rtoq. mana akalar, 8 tadan ekan. Bolalari 1 oydan o'tdi, 1,5 oylik atrofida. 1,5 oylik atrofida, lekin haqiqat Shalpay liniyali qo'chqorimda, o'zimni qo'chqorimda bolalari. o'zingizni qo'chqor. Alloh qaranglar akalar, maşalloh, dumbalariga bittadan e'tibor berib qo'yasizlar. Haqiqat 1,5 oylik qo'z dedingizmi? 1,5 oylik qaranglar. Bo'yi ham ancha baland ekan qo'zlarni. Yaxshi bahyapti ekan-a bolani. Quloqlariga. Ablaz inasini bo'yi qancha buni? Ashaqa qo'yinchi 85. Onasi 85, ikkalasi ham, ikkalasi ham bir xil ekan mana. Akalar yakka-yakka ham ko'rib olaveringlar, haqiqiy qo'ydi, liderini olaman, zo'rini olaman degan akalarimiz bugun videoda ko'rishib turgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlaysizlar. Yoshayligini aytib o'tdi, yebicharlari yaxshi-ya? Yebicharlari uyda turgan Bayramjon. Xotirjam sinov olishaveradi bir hafta. Sinov muddati bor. Ha, bu kecha kelgan qo'ylar emas. Bu idishlariga ham ahamiyat berishsin. Hamma birinchi, ikkinchi qoringa qiziqaveradi. Qo'ydi zo'ri bor, ikkita uchta ziqqandan keyin baqadi bolani. Akalar haqiqiy nima deydi? Opti bor, bolani yaxshi baqadigan variantlaridan. Tozalarining eng qizig'i, liniyasi bor. Zo'rida olaman degan akalarimiz telefon qilib aloqaga chiqinglar, ishlang bitta. Nech pul deymiz Abdulaziz buni? Buni narxini Bayramjon 15 milliondan Jupog'anga 30 millionga beramiz. 30 millionga. Ha. Bolasi nima o'ydi ekanlar? Ikkalaga ham qo'chqor. Ikkalasi ham qo'chqor. Mana akalar. Shalpay liniyali qo'chqorimizda bolalar. 15 million so'm. Akalar qimmat deyishlar mumkin. Kommentariyada qanaqadir fikrlaringni bildirishlaring mumkin. Nima o'da yozsalar ham sizlar o'zlaringizga ma'qul kelgan gapni yozasizlar, lekin niyat qilganlar bo'lsa, nima deydi? Samimiy fikr bildiringlar inshaalloh. Mana qo'ylar hamon uyda yuzbosh, 200 boshdan bo'lsin akalar. 30 million so'mga dastlabkasi qayergacha Abdulaziz? Dastlabkasi Toshkentgacha. Dastlabkasi Toshkentgacha O'zbekiston bo'ylab beradi. qilib beriladi akalar. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol kelib tepasida ko'rib olishaveradi Bayramjon. Bu qo'ydi ota enasi hamma yo'g'i tayinlik. Otasi ham o'zimizda. Bemalol kelib ko'rib olishaveradi akalar. Akalar zot tayin unaqa nima deydi, qo'yiga ishonadi bu do'stimiz ham bir maqtab urali o'zimizni qoramizda turgan qo'zlar. Akalar ustiga kelib ko'rsalaring ham bo'laveradi. Lokasiyasini tashab beradi, realni. Xolosa kelib ko'rib olsalar bo'laveradi, lekin tavsiya qiladigan variantlaridan akalar. Ko'rib turibsizlar, dumbalari ham hamma joyiga kelgan. Kosasini qaranglar, akalar. Xolosa 3 ta 4 ta qo'ydi ham to'ydiraver ekan bu. Haqiqiy zo'rini olaman degan akalarimiz bugun aloqaga chiqasizlar, xolosa telefonga aka-ukalarimizni ishlari bitadi. Keyingi partiyaga o'taveramizmi? Ketdik. Hurmatli aka-ukalar, ikkinchi partiyamizga menga ekazakchisi kerak, tozasidan kerak degan akalarimiz mana. Ko'ringlar, maşalloh.
jonivorlarni qaranglar. Haqiqiy havasin keladigan qo'ylar ekan. Xudo xolasa olib boqinglar, mazza qilib boqasizlar akalar. Buni ham narxi arzon chiqadi akalar sizlar uchun. Hop, Abdulaziz, do'stim. yeb-ichishlari yaxshi-ya. Bu ham xotirjam o'zimni qo'yim. Shu qo'chqorni bolalar mana. Bugungi chiqargan qo'ylar hammasi Hammasi o'zimizga. o'zim, ha. Bozorda qo'ymas mana. Uyda turgan qo'ylar sotyapmiz, xudo xolasa, yaxshi niyatda. Ko'rib turibsizlar akalar. Qiziqqanlarga ham beramiz, do'stim. Qo'ylarni, bolalarni stoygalarni ham ko'raverasizlar mana. Ko'rib turibsizlar, haqiqiy. Qaysi biri so'lib qo'chqar bulardi? Ikkalasi ham sovuq. Ikkalasi ham onasiga sherik. Gap yo'q. Ko'paysin ikkalasi. Haqiqiy akalar so'lug'ida ham baraka bor. Bolasi qo'chqar bo'lmabdi, uyudi emas. So'lug' bo'lgani yaxshi, nimaki? 3 tami akalar bu yildan keyin 6 ta bo'ladi xolos. Ekizachchi bo'lsa ko'proq ham tug'adi akalar. 9 ta bo'ladi xolasa. 9 ta bo'ladi inshaalloh. Yosh oyligi nima deymiz Abdulaziz buni? Onasi mana shu ikkinchi bolalari mana shu. Bitta tuqqan xolos bundan Bir oldi. marta tuqqan mana shu ikkinchi bolalari. Endi o'sha Ishlarni ham ko'rsatib qo'y onasini. Dumbar azizlarni qaranglar akalar, buni ham kosasi vobshe katta ekan, haqiqiy. Mana Bugungi chiqadigan qo'ylar. Bolalarni ko'rsating bolalarni. Mana shuni ko'rsatib qo'ying. 4 dan 6 ga o'tyapti. Akalar haqiqiy mana bolalarini qaranglar, ko'zingizni quvnatadigan variantlarni olib boqinglar, mazza qilib boqasizlar. Qo'yda baraka bor akalar. Xudo xolasa. Hop, Abdulaziz bo'yi qancha deb o'ylaysan buni? Bo'yi 80 sm o'rta. Bo'yi 80 santimetrga berish 80 bo'ladi fil mana. so'radi. Ko'rib turibsizlar haqiqiy. Quloqlarni ham ko'rsating o'rta buni. Bollarni ham quloq uzun ekan, ha? Ha, liniyali qo'ydi bolalarni. Nasini ham yuzi tiniq ekan akalar. Ham sog'lom, ham yosh akalar. Ko'rib turibsizlar. Nima deymiz narxini buni? Narxini o'rta qiziqqanlarga 2000 dollarga beramiz buni. 2000 dollarga berasiz. Qiziqqanlarga Qancha? 2000 dollar. Dastlabki ham Toshkent viloyatigacha, hop O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Toshkent viloyatigacha yetkazib berasiz. Barakasini bersin. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar akalar. Qimmat boshqa emas akalar. Qo'y puliga yarasha akalar. Ko'rib turibsizlar. Haqiqiy zo'ridan baqaman, men bitta baqaman degan akalarimiz telefon qilaverasizlar. Xohlasa ishlaring bitadi. Ko'rib turibsizlar. Qo'ylar ham haqiqiy. Meni qo'yvar degan variantlardan ekan. Ustagalarni qaranglar. Telefon qilaverasizlar, biz keyingi partiyalarga o'taveramiz. Partiyalarga akalar bugun ko'rib turibsizlar. Bugun unaqa siniq qo'ylar chiqmaydi. Bugun bo'ladigan zo'ridan zotga baqadigan akalarimizga maxsus video bo'lyapti akalar. Shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring like bosib turasizlar. Haqiqiy sog'liqda bugun inabalarni yaxshilaridan kelgan. Hop, Abdulaziz buni yosh oyligi qanaqa? Bu 4 ish qo'yamiz, do'stlar. Ikkinchi bolasi ekan-a? Ikkinchi bolasi. Mana shu ikkinchi bolasi ekan akalar, ko'rib turibsizlar. Qo'chqarmi so'lg'in bolasi? Bolasi urg'ochi. Bolasi urg'ochi ekan, lekin zo'r ekan akalar. Mana dumbar azizlarni qaranglar. Hamma joyi kelgan. Dunyasi ham o'ta tik qo'y ekan-a? Aynan stoykalari ham. Bo'yin nima deymiz bo'yini buni? Bo'yi 85 do'stim. 85 bo'y akalar. Baqa quvoylik ashiydan. Jonivor. Xo'p, akalar, ko'rib turibsizlar, haqiqiy bolasini ham zo'r ekan. Kattaroq shikilga bolasi. Ha, bolasi 2 oylikdan o'tdi. 2 oylik ekan akalar, qaranglar. Salkam qo'yib qolibdi, turuvini qaranglar. Xudo xolasa 5-6 oydan keyin qo'shqarib qo'shsangiz ham bo'laver ekan. Bo'laveradi bularni bir 4 oy, 5 oydan keyin qo'shlar 7 oylikdan o'tgandan keyin o'zi to'g'li hisoblanadi, qo'shsa bo'laveradi agar qiziqadi va 5-6 oydan keyin bo'lsa qo'shsa 1 bo'laveradi. yil qo'shmaslik kerak. 1 yoshga to'lgandan keyin qo'zi zo'r bola beradi. Yashiga to'lgandan keyin qo'shsa ham undan ham yaxshi bo'ladi akalar. Mana ko'rib turibsizlar, haqiqiy bolasi ham inasidan ham o'tadigan varianti ekan. Nech pul deymiz buni? Bu qiziqqanlarga 15 millionga beraveramiz, o'rta buni. 15 millionga ketaveradi. Ha. Dastlabki qayergacha? Dastlabki o'sha Toshkentgacha, Ardaniga. Toshkentgacha qilib berishadi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon qilgan aka-ukalaringiz ishi bitadi. 15 million so'mga dastlabkasi Toshkentgacha bor akalar. Samarqand, Buxorodan ham bemalol telefon qilish olsin. Kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berasiz kelishilgan holatda. Bemalol telefon qilish olsin. Akalar, telefon qilaverasizlar, telefon qilgan aka-ukalaringiz ishi bitadi. Akalar, so'nggi partiyaga menga vahshi dahshatidan kerak. Bu qo'ylar jab bo'lmadi. Undan ham kuchliroq kerak degan akalarimizga mana eng kuchli variantidan, haqiqiy zo'r bilan tenglashaman degan variantidan akalar. Ko'rib turibsizlar, bolani ham o'ta xolasa pechat beribdi Abdulaziz. Qo'ydi zo'rini olqaman degan odamga. Mana ishqivozi telefon qilsin akalar, bugun ishqivoz bo'lgan akalarimiz telefon qilaverasizlar. Akalar mana, bu qo'zini qaranglar. Internetda qo'yishyapti. 60 ming dollar, 50 ming dollar sotilyapti mahnaqa qo'ylar akalar. Ko'rib turibsizlar, stokasini qaranglar, qo'zini haqiqiy zo'ridan baqaman degan akalarimiz bugun borib mazza qilib ko'ryapti turgan bo'lsalaring, like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlar uchun video obzor bo'lyapti akalar bu. Yosh qanaqa buni Abdulaziz? Yosh 4 dan 6 ga o'tdi Baramjon. Bu qo'y kelganiga mana. Birinchi bolasi bu. Yo'q. Ha, bundan oldin tug'dirish olmagan. Bu qo'y o'zi aslida Andijon Buloqvashidan, Umaralagan qo'lasidan chiqqan. Biz ashi shalpay liniyali qo'chqar qo'shib
Mana bolani tushirdik xudo xolasa. Akalar birinchi bolasi ekan. 100 ga 100 Mashalloh. qarasham mana tekshirib olaveradi. Mana tekshirib ham olaverasizlar. Ha, Akalar ha, haqiqiy mana o'zi qo'ydi tushungan akalarimiz ko'rib turishgan bo'lsa mana garbonoslari, quloq tashlashlaridan bilib olishadi. O'zi ko'rib turibsizlar. Haqiqiy zo'ridan baqaman degan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Hop, birinchi bolasi ekan. Birinchi bolasi bu. Akalar, mana birinchi bolasi ekan mana. Mana shu qo'rada tug'ilibdi inshaalloh. Ikkinchi bolasi sizni qo'rangizda tug'adi inshaalloh akalar. Qo'chqarmi sovlig'im bolasi? Bolasi urg'ochi Baramjon. Urg'och akalar, haqiqiy mana nima deydi? Ko'paysin-da. O'ziga sherik ekan, ko'rib turibsizlar. Qo'ydi qaranglar. Qulog'i ham o'ta uzun ekan-a. Ha, bu quloqlari. Bo'yini nima deymiz buni? Onasini bo'yi 90 pilista olishadi. 90 pilista olaverasizlar mana akalar. Video yaqindan olinmayapti, uzoqdan olinyapti. Imkonlaring bo'lsa tepasiga kelib ko'rsalaring tavsiya qilamiz akalar. Tepasiga kelib ko'rib yoqtirib olaverasizlar. Tanlab. Qo'ylarimiz ko'p akalar. Vaqt yetganicha bugun partiyalarni qo'yib beramiz. Qolganini ikkinchi qism qilib ertaga ham qo'yaveramiz, a do'stim. Ha, qo'y seroq. Yana bular sotilib ketsa, yana video qilib ham tashaveramiz, xudo yana xolasa. video qilib ham tashaveramiz, xudo xolasa. Yaxshi niyatda sotyapmiz mana o'zimizni qo'ylarimizni, mana bolalari, onalari, xudo xolasa, yaxshi niyatda sotyapmiz do'stlar. Mana akalar, shu do'stimiz bular sotadigan qo'ylar emas. Mana shu do'stimiz orqasidan shu yurtimizga ham mana shunaqa liniyalar kirib kelyapti, xalqimizga mana ko'rib turibsizlar. Hammani uyda bo'lsa mana shunaqa qo'ylar. Stoykaga 100 ga 100 garantiya mana. Ko'ryapsizlar? Stoyka quloq tashash hamma yo'g'a garantiya bo'ladi. Shalpay liniya dedingizmi buni? Ha, otasi Shalpay, u kelib ham ko'rib olishaveradi. Otasi ham o'zimizda turibdi. Shayda turibdi. Ha, 4 ishda 150 kilodan yuqori vesda turibdi, salonlar ichida yuribdi qo'y. Narxini nima deymiz, do'stim buni? Narxini qiziqqanlarga baranja realni oladigan odamga oxiri $3500 ga beramiz. $3,500 ga beramiz. $3,500 ga qiziqqanlarga beramiz. Dastlabkasini qayergacha qilib berasiz? Dastlabkasi Toshkentgacha, iloji bo'lsa bu qo'yni kelib tepasiga ko'rib olsin. Kelib ko'rsalaring bo'laveradi akalar, qimmat. Buni ustiga mol berishi mumkin, bu pulga deysizlar-ku, lekin mana Instagramda ham katta-katta bloger akalarimiz chiqarishyapti. Endi biz yangimiz, xudo xolasa biz ham mana boshlab oldik. Solishtirib ko'ringlar narxini akalar. Bundan baland ham qo'yadi. To'g'risi-da mana. Xolos solishtirib bemalol kelib ko'rib, nima deydi, qo'ydi tushunmasangiz, tushunadigan sherigingizni boshlab kelib ko'rsatsangiz ham bo'laveradi, lekin qo'y uyaltirmaydi, bilasiz. Xudo xolasa. Pulga yarashadi, xolasa. $3,500 ketaveradi. $3,500 ga beramiz, qiziqqanlar. Xolasa, telefon qilishga aka-ukalarimizni ishini bitirib berasiz. Ha, xudo xolasa. Akalar, qo'zini ham zo'rini baqaman degan akalarimiz telefon qilaverasizlar, mana ko'rib turibsizlar. Bu sotgan odamim ham xudo xolasa qachonki sotaman desa, men qo'zini ham o'zim qaytib olaman. Ona bolani ham o'zim qaytib olaman. Ko'rib turibsizlar, o'zlari ham qaytib olaveradilar akalar, qachon sotamiz desalar. Bitta olib baqinglar, zo'ridan baqinglar. Bitta nima deydi? Zot chiqarib olsalaring, o'shaning orqasidan seleksiyani boshlab olsalaring bo'laveradi akalar. Shaytigacha ko'rgan bo'lsalaring, video syomkamizni like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Inshaalloh bugungi video sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman akalar. Qo'ylar ko'p mana, qo'ralarda to'l yotibdi. Xudo xolasa vaqtimiz yetganicha qo'ydik akalar. Ertaga yana qo'yaveramiz. Xudo xolasa biz kanalimizni kuzatishda davom etasizlar. Sizlar uchun video obzor qilishda to'xtamaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.